Hayotga tayyormisiz? Assalomu alaykum. Da, albatta. Tayyorman. Qayerdan bo'lasiz? Samarqandlikman. Samarqanddan. Joningiz sog' bo'lsin. Birinchi savolim, ota-ona farzandlarning tarbiyasida qattiqqo'lligi yaxshimi yo o'z holiga qo'ygani yaxshimi? Qattiqqo'llik hech qachon ijobiy natija olib kelmagan farzandlarga. Bu men o'zimni ota-onamdan ham misol, farzandlaridan ham. Qarang, hech qachon qattiqqo'llik bilan nimagadir erishib bo'lmaydi bu hayotda. Bola ham bir insonga ham tabiiy holda tushuntirsangiz tushunadi. Yaxshi gapirishni aytsa, katta kichik bir o'zingiz ham bilsangiz kerak. Otamizni ko'zlariga tikka qara olmaganmiz-da. Hozirgi bolalar ko'proq misol erkinlik bo'lib, yomon yo'llarga ham ketib qolyapti. O'sha maqsadda sizdan so'rayapman. Otadan qo'rqish kerakmi bola, yo'qmi? Otadan qo'rqish kerak deganda bu qo'pol ma'no bo'lib ketadi. Otani hurmat qilish kerak. Chunki otang o'tirgan uyda hattoki tomiga ham chiqish mumkin emas aslida, buni bilasiz. Otaga hurmat deganda nimani tushunamiz? Bu qattiqqo'llik emas, bu unaqa tushunmaslik kerak. Otani har doim qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar hurmat qilsangiz, ularga nisbatan ishonchingiz bo'lsa, ular hattoki yomon bo'lgan taqdirda ham doimo hurmat qilishingiz shart. Shart. Bu to'g'ri. Siz hozir o'zingizni yoshingizdan, optingizdan kelib chiqib gapiryapsiz, lekin yosh bola boshida hurmat degan narsani ko'plari tushunmaydi-yu. O'sha to'g'risida aytaman. Qo'rquv bo'lsa, misol bir narsaga, misol o'sha narkotiklarga, o'shalarga qo'rqarmikan deyapman-da. Yo'q, qarang, bu narsa hayotiy tajribada ota birinchi o'rinda bu narsani qo'rqitish emas, iloji boricha ko'rsatish kerak bu narsani. Mana misol uchun televideniya orqali ko'rsatiladi yoki hozir tarmoqlar orqali ham ko'rsatiladi. Bolam mana shunaqa bo'lmagan yoki mana bunaqa bo'lgan deb ota tarbiya bersa, bolada menimcha qo'rqitish shart emas. Buni yaxshi misollar bilan qilish mumkin-da. Meni o'zimga yaqin bir tanishim, yaqinda, endi oddiy misol aytaman. Uyi devorga rosa chizishgan bolalari. Rosa chizishgan, endi oyisi qo'rqitgan. Adan kelsa bunaqa qiladi, hali bolalar stressda уже ota kelishiga-da. Уже otasi kelyapti-da, kutilmagan voqea bo'ldi. O'tirg'izyapti-da. Bu oq devor yaxshimi deyapti, sen chizib qo'ygan devor yaxshimi deyaptilar-da. Unda aytyaptiki, bu oppoq devor yaxshi deyapti. Demak, bola уже tushunda, shu ota mana shunaqa tushuntirgan, o'zim ko'zim bilan ko'rib guvohi bo'lganman. Aytmoqchisi, bolaga baribir tushuntirgani yaxshi. Kichkina bo'ladimi, lekin necha yoshida bo'lsa ham shu narsani yetib tushunadi demoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q, qarang, bola 5 yoshigacha podshoh hisoblanadi. Uni qo'yniga qarashingiz shart. Chunki u tushunmaydi. Qo'pol gapirasizmi, yaxshi gapirasizmi? O'sha uchun uni o'zini tilida o'yin qaroqlik bilan tushuntirganingiz yaxshiroq. O'sha bola 5 yoshga o'tdimi, demak unga sekin-sekin tarbiyalanib boriladi. Mana shunaqa. Rahmat intervyu uchun, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.